Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilarimiz. Bugun bizga mana yangi yog'ochlarimiz keldi. Optim narxlarda shtuk bay qilib beramiz okalar. Ya'ni sizlar ikkita olasizlarmi, 100 ta olasizlar farqi yo'q. Optim narxda qilib beraman sizlarga donaga. Xo'p, videoni oxirigacha ko'ring. Bu yangiliklarimiz juda zo'r. Narxlarni ham prosta arzon qilib qo'ydim. Bundan ag'a tushib bermayman okalar. Men sizlarga oxirgi narxini chiqazaman. Xudo xohlasa telefon qilib zakaz bersani, zakazingni yetkazib beramiz. Yetkazib berishimiz pulli okalar. Ya'ni dastavkalarimiz pulli, mo'shnalarimiz bor har qancha. Telefon qilasizlar, shopirga gaplashasizlar. Ma'qul keladigan bo'lsa jo'natamiz. Pulini shopirdan beraverasizlar. Xohlasani karta orqali to'lab bersani ham bo'ladi. Ayniqsa Rossiyada ishlatgan musofir okalarimiz ham bu qulaylik, yaxshi deb o'ylaymiz. Bo'lmasa bizda yangi strapilamizdan boshlaymiz. Bir chekkadan boshlayveraman okalar. Oldida to'sinlarimiz kelgan, 5 metrli noyob to'sinlarimiz ham kelgan. Hozir ularni ham ko'rsataman. Mana 14 ga 3,5 strapilamiz, uzunligi 4 metrlik. Men sizlarga buni shunoq tortib ko'rsataydi. Shunaqa oppoq bo'ladi. Bitta tarsovka bo'lmagan okalar. Mana tarsovka qilmaganmiz. Lekin sifati udar. Xudo xohlasa xijolat qildirib qo'ymaydi. 8 ga qalinligi 33 dadil ko'rsatadi okalar. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Bu narxini sizlarga oxir qo'l tegadigan okalar 68 ming so'm qilib beramiz hozir kunda. 68 ming so'mdan bemalol telefon qilib zakaz qilsani bo'ladi. Endi shuni 11 ligini so'ragan okalarimizga 11 ligini ham olib kelib qo'yganman. Hozir uni ham ko'rsataman. Shu yerda turgan 11 lik bo'ladi. Hozir strapilar 4 metrliklar ancha hozir juda ko'pchilik so'rtgan, hamda tortilib qolgan. Xudo xohlasa men olib kelib qo'ydim mana. Bu 11 ga 3,5 qalinligi, ya'ni shu 33 atrofida chiqadi. Uzunligi 4 metrlik. Narxini okalasizlarga 53.500 so'mdan qilib beramiz. Ya'ni 53,5 ming so'mdan qilib beraman. Xudo xohlasa narxi qulay okalar, 55 ming, 56 ming so'm. Yo'q narx, yo'q xudo xohlasa. Bu 85 ga 35 kitayskiy bo'ladi. Juda orada yo'qolib qolgan yog'ochimiz. Olib kelib qo'ydik buni ham. Bu nimaga ishlatamiz desani, endi strapilarga xohlasani hozir pergorodkalarga ishlatishgan, ya'ni devorlarni o'rniga gipsokardon qo'qishadi shunga. 85 ga 35 ga qalinligi 37 atrofida, eni 88 atrofida ko'rsatadi. Uzunligi esa 4 metrlik, narxi 50 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, buni parashi ham bor okalar. Hozir uni ham ko'rsataman. Video ozgina cho'ziladi. Videoni oxirigacha xotirjam ko'ring okalar. Narx-navoli juda zo'r bo'lgan. Sizlarga foydali bo'ladi. Bu 9 ga qalinligi 33 ligimiz, uzunligi 4 metrlik bo'ladi buni ham. Buni narxi keladigan bo'lsa, buni 44 ming so'm qilib beraman. Bunisi 40 ming so'm. Farqi zavod chasni okalar. Bu 40 ming so'm, bu 44 ming so'm bo'ladi. Xudo xohlasa to'rqira zo'r. Shu yerda ham ostatkalarim ko'rsatib o'tgan, yangi yog'ochlardan ko'rishdan oldin. Okalar 28 ming so'mdan 9 ga 2 polim bor, 4 metrli lapshalarimizni 20 ming so'mdan qilib beramiz 8 ga 2 likni. Shu 14 ga 3,5, ya'ni 13 ga hozir qolgan 31 lik qolgan, narxi 65 ming so'mdan berib yuboramiz. 4 metrli. Qo'lli reyka ham bor. Buni holati zo'r xudo xolasa. Bitta tarsif bo'lmaganmi ham yaxshi holatda. Narxi 8 ming so'm qilib beraman. 4,5 ga 4 lik reykamiz 6 ming so'mdan. Hop, endi yangi yog'ochlarga o'tamiz. Ya'ni bugun kelgan yog'ochlarimizga o'tamiz okalar. To'liq 18 ga 5, uzunligi 4 metrli shovqinga e'tibor bermaslik. Endi bozordamiz okalar, iloji yo'q. 18 ga 5imiz, uzunligi 4 metrli bo'ladi. Buni 5 metrligi ham bor. Bu to'liq razmerdaligimizni 162 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Buni minsovosini ham ko'rsatamiz. Bozor juda ko'pchilik sotgan minsov razmerda ham hozir ko'rsatib ketamiz. U arzonroq bo'ladi. Bu 18 ga 5, uzunligi 5 metrli to'sinimiz bo'ladi. Bu 5 metrli okalar, noyob razmerda. Narxi buni 220 ming so'mdan qilib beramiz. 220 ming so'mdan bemalol telefon qilaverasiz. Shunaqa birinchi sort bo'ladi. Taxtini ko'rib turibsizlar. Mana yo'llari okalar. Xijolat qildirib qo'ymaydi. Xudo xolasa bitoqsizligi ham zo'r. Katta bitoq bo'lsa olib beramiz. Zo'rini yuklatib beramiz okalar. Shu yerda 17 ligimiz. Mana 17 ligimiz bu. 17 ga 4,5 okalar. Bu shu minsovasi ertaga keladi. Hozir bizda qolmadi qo'limizda. Narxi 148 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Ertaga xudo xolasa tushadi. Bu o'sha sizlarga razmerini prosta ko'rsatib qo'yibman. Telefon qilsangiz to'p beramiz. Muammosi yo'q. 148 ming so'mdan. Xo'p, bu 14,5 ga 4,5 razmerimiz, ya'ni 42 chiqadi. Endi 14,5 okalar. Hozir bozorda ommabop bo'lib ketdi. Bu o'zi pul so'vi 15 ga 5 ham ko'rsataman. Bu sizlarga men so'vi arzonrog'ini ko'rsatayman birinchi. Buni narxi okalar, hop,
111 ming so'm qilib beraman. 111 ming so'mdan uzunligi 4 metrli lagaga ishlatsani bemalol bo'ladi. Lestva shunaqa pachkani buzib berib menga desani pachkasini buzib beraveramiz, muammosi yo'q. i19 ga 4,5 tursunimiz ham bor. Lestvali juda ko'p kelgan qo'limizga, bundan bari chunki lestvali sotiladi okalar bizda, juda ko'pchilik so'raydi. Xo'p, 19 ga 4,5, uzunligi 4 metrli. Buning narxi 165 ming so'm narxi beramiz. Uzunligi 4 metrli holatda bo'ladi. Birinchi sort taxti lestva shunaqa pachkali bo'ladi. Xohlagan bitta pachkani buzib beramiz. Mana shu 2 pachkadan tortib 1.8 pachkacha tushgan. Uzunligi 4 metrli. Xudo xohlasa sifatlari ham zo'r. i15 ga 5imiz. To'liq razmerda metr qo'yasizlar 15, qalilligi 5imiz. Oxiri xo'sh 135 ming so'm chiqadi. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Toza lestva birinchi sort. i14 ga 4 qalin strapili so'ragan ukalarimizga qalin strapilarimiz ham bor. 14 ga 4 6 metrli bo'ladi faqat. Uzunligi 6 metrli 14 ga 4 mana yo'llarni ko'rib turibsizlar, to'liq razmerda bo'ladi. Buning narxini o'kilay sizlarga 124 ming so'm narx beraman. 130 ming so'mgacha sotilgan strapili bo'ladi mana shu. 124 ming so'mdan sizlarga qilib beramiz. Mana narxlarni tushirib tashladi u qog'oz pasaygan hisobiga narxlar ham tushdi o'kilay. 124 ming so'mdan aloqa chiqaverasizlar, sizlarga shunaqa sifatli yog'ochdan yetkazib beramiz. Suxoy strapili so'ragan ukalarimizga, ya'ni quruq 6 metrli 11 ga 3,5 uzunligi 6 metrli holati bo'ladi. Narxi 90 ming so'mdan qilib beramiz. Ha, buni arzonroq varianti bor. Hozir arzonroq variantini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu esa 90 ming so'm chiqadi. Bunisi arzon varianti okalar. Ya'ni 11 ga 3,5 ming so'm xuli bo'ladi, nam bo'ladi. Bu ham shu toza qarag'ay. Ko'rib turibsizlar, o'zir misol 90% odam shundan o'lutgan okalar. Endi bozorda ommabop razmerimiz, ya'ni so'rab kelsa, mana shuni ko'rsatadigan razmerimiz. Buning narxini sizlarga 84 ming so'mdan qilib beramiz. Qo'lga tegadigan oka, unlarga komentar bera olmaymiz chunki bozor kursiz hamma joy raqobat. O'shani hisobiga eng arzon narxda chiqazitaman. Telefon qilasizlar, zakaz qilasizlar, jo'natib beramiz. Video qilib sizlarga jo'natib ham beramiz. Ko'rasizlar, yog'layasizlar. 84 ming so'mdan qilib beraman. Xo'p, 14 ga 3,5 uzunligi 6 metrli buni ham. Sifatlar xudo xolasa zo'r. Bular donabay bo'ladi, rekali metrabay bo'ladi, bilasizlar okalar. Tushuntirib o'tib ketishim shart emas. Xo'p, 14 ga 3,5 imizda, ya'ni bu o'sha 13 6 ga qalinligi o'sha 33 chiqadigan razmerimiz bo'ladi. Uzunligi 6 metrli bo'ladi. Buning narxiga keladigan bo'lsak, buning narxini okalar sizlarga 107 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 6 metrli. Bundan ham 4 pachkacha qolgan, bundan 2 pachkacha qolgan. O bu yerda baqvat reka so'ragan ukalarimizga shifr tagga, ya'ni baqvat rekalarimiz bilan tumkandagi baqvat lapshalarni olib kelib qo'yganman. Xo'p, buni ko'rib turibsizlar. Bu to'liq 4,5 ga 4li razmerimiz, uzunligi 4 metrli bo'ladi. Narxi 6500 so'mdan beramiz. Metr qo'yasizlar, bunaqasi 44, qalinligi 35 atrofda ko'rsatadi. Uzunligi 4 metrli, metr 6,5 ming so'mdan beramiz. Xo'p, lapshalarimizni ikki xil varianti bor okalar. Xo'p, 21 ming so'mdan tortib 75 ga qalinligi o'sha 1.6li bo'ladi. Qalinrog'i ham bor. Men hozir ko'rsatib o'taman. Sizlarga hozir opish narxini aytaman. 21 ming so'mdan tortib 28 ming so'mgacha lapsham bor. Ya'ni 85 ga qalinligi 1.9li lapshamiz ham bor. U 28 ming so'm chiqadi. Pashti 9 ga 2li razmerimiz bu. Zavodniki bo'ladi. Shunaqa oldi pechatli bo'ladi okalar. Ko'rib turibsizlar. Hammasini oldida pechati bor bo'ladi. Bu rossiyskiy taxtalar hammasi. Mana shuni olsa ham ko'k pechat. Ko'k pechatli 21 ming so'mdan qilib bera olamiz. Qizilini okalar mana 28 ming so'mdan aloqaga chiqaverasizlar. U xudo xolasa ulardan serob 2 pachkacha sotilgan. Xudo xolasa telefon qilsani sizlarga ham tezlatib yetkazib beramiz. Bu tarafda shpultlarimizni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. U birga 1.9li shpultimiz. Xuddi shunaqa pechatli bo'ladi. Uzunligi 4 metrli. Bunlar keladigan bo'lsa, bunlar 43 ming so'm, chunki bu to'liq razmerda bo'ladi okalar. Buni hozir arzon variantidan sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu arzon varianti bo'ladi. Iyda 8 qolgan, qalinligi o'sha 1.8 qolgan, uzunligi 4 metrli bo'ladi. Bunlarga keladigan bo'lsa, bunlar 40 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrli holatda bo'ladi. Sifatlar xudo xolasa zo'r. Holatlari ham ideal darajada. Xo'p, reka so'ragan ukalarimizga rekada kichikroq bor, 6 ming so'mdan qilib beramiz. 4,5 ga 3,5 bo'ladi. Uzunligi 4 metrli, metri 6 ming so'mdan qilib beramiz.
O'sha 13ligimmi, uzunligi 4 metrlik, buni narxi 67 ming so'm chiqadi. Bu oldi rolingan, shuning uchun sal qimmatroq chiqadi okalar. Hop, qalin shpont to'ragan okalarimizga, ya'ni qalinligi 28lik shpont beradigan okalarimiz ham bor. Oramizda yo'q emas. Shunaqa qalin qo'qadigan okalarimizga. Buni asosiy anjolliklar olishadi. Buni narxi keladigan bo'lsa, buni narxini sizlarga 60 ming so'm narxi beraman. Bu bundan ozgina parashog'i ham bor. Bundan ozgina parashi mana. 11 ga qalinligi 23lik bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Bu narxi keladigan bo'lsa, bu narxida sizlarga 50 ming so'm narxi beramiz. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Atsali va shoprokovlar olib boradilar, xudo xolasa. Ozod narxi va shoprokovlar olib boradilar. Uslenni narxda. 9lik shpotni biz 9lik shpotni bizda okalar 34 ming so'm narxi beramiz. 9 ga qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Mana holatlari zo'r buni ham. Xo'p, tovarlarimiz yetarlicha okalar. Ertaga yana tovarlar keladi. Xudo xolasa telefon qilsani, ishinani arzon narxda bitkazib beramiz. Xo'p, 15 ga 5imiz atto 135 ming so'm to'liq razmerda. Bu suxoy strapilamiz 4 metrlik, bu 60 ming so'm chiqadi. 11,5 ga qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik. Joylarimiz keladigan bo'lsa, joylarimiz 585, 585, 584, 586 va 571-joy. 3-joylar Shamshiboy bozori. Ismim Davron. Bemalol telefon qilsangiz, sizlarga xudo xolasa qo'limizdan kelgan narxda arzon qilib beramiz. Ko'rdingiz, o'zi arzon atdi, bundan to'g'ri o'tadigan holat yo'q, nimaki arzon sotishga harakat qilibdi. Endi nima qilib bo'lsa ham savdo qilish kerak okalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma narsalarimiz yangi, sveji kelgan. Yangi pachkalarimizdan yana mana ham ko'rsatib o'tib sizlarga oxirida mana 11 ga qalinligi 3,5 suxoy strapilamiz. Buning narxi 58 ming so'm chiqadi. Uzunligi 4 metrlik. Sizlarga tavsiya beradigan uni 53,5 minglik. Shuningdek, xudo xolasa olasizlar, maza qilib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalga a'zoga kuchaytirib qo'yasizlar. Iltimos qilaman. Xudo xolasa yangiliklar bo'lsa, yana aloqaga chiqamiz okalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan baraka savdo va yog'och bola bo'ldi. Sog' bo'linglar.